Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Demak, 9-test sprintda 9-variantidan misol ko'rishda davom etamiz. Yetib kelgan joyimiz 7-masala edi. Xo'p, 7-masalada nima degan qarang, mana 3 ta kuch bor. 3 ta kuch har biri 100 newtondan, birinchi ikkinchisi bilan 60 gradus, ikkinchi uchinchi bilan 90 gradus kuchlar burchak hosil qilsa, kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping. Ya'ni natijaviy kuchni topishimiz kerak. Xullas, mana kuchlarni joylashtirganman. Mana F, mana F, mana F, 3 ta F bo'lyapti. 3 ta F ni burchaklari 60 va 90. Mana shu yerda natijaviy kuchni topish uchun bitta usul qo'lladim men. Mana bu 60 gradusda tepada turgan birinchi kuchni ikkita tashkil etuvchiga ajratdim. Fy va Fx. Mana endi Fx F bilan bir tomonga. Fy pastdagi F bilan qarama-qarshi tomonga bo'lyapti. Qarama-qarshi tomonga bo'lgani uchun F dan Fy ni ayirdim. Bir tomonga bo'lgani uchun F ga Fx ni qo'shdim. Shunda F qo'shilgan Fx bu gorizontal jami kuchlar bo'ladi. F ayrilgan Fy vertikal jami kuchlar bo'ladi. Ana undan keyin natijaviysini topsam, o'sha jami gorizontal bilan jami vertikal tashkil etuvchilar natijaviysini topsam, Pifagor bo'ladi albatta. Va shu kuch natijaviy kuchni beradi, ya'ni teng ta'sir etuvchi kuchni beradi. Yo'li, eng oson yo'li o'ylab ko'rsam, bu misol uchun shu. Har xil boshqa usullarda ham ishlasa bo'ladi. Lekin mana shu usul eng oson usul. Bu yerda Fx 60 gradusga yopishgan katet, ya'ni F taqsim 2, Fy 60 gradusda qarshiday katet. F ilzosi 3 taqsim 2, ya'ni sinus kosinusdan endi xabaringiz bor. Shu yerda bitta narsani aytishim kerak. Hisob kitobi oxiriga yetmagan. Mana F, Fx, Fylarni sonlarini qo'yish vaqtida mana shunday ifoda hosil bo'lgan. F ni tashqariga chiqarib qo'ydim. Ichkarini bir hisoblaysizda, shu yerdan javob topsangiz bo'ladi.